yorqin ta'm va tetiklantiruvchi quvvat. Har bir ho'plamda yorqin ta'm va g'ayrat. Sting har lahzani quvvatlang. Qizlar haqida Yusafakt. Qani ketdik. Qizlarning yuragi erkaklarnikiga qaraganda tezroq uradi. Qizlarda yuzlarini eslab qolish qobiliyati yaxshiroq rivojlangan. O'rtacha qizlar hayotida 2 yilni makiyaj qilishga sarflaydi. Qizlar ko'pincha miyaning 2,5 sharini bir vaqtning o'zida ishlatadi. Ayollar erkaklarga qaraganda 6-7 yil uzoqroq yashaydi. Qizlarda hid bilish sezgilari kuchliroq bo'ladi. Qizlar organizmi ko'proq baxt gormoni ishlab chiqaradi. 80% qizlar hech bo'lmaganda bir marta sochlarini bo'yagan. Qizlar erkaklarga qaraganda ko'proq tabassum qilishadi. Ayollar taxminan 2 barobar ko'proq ko'z qimirlatadi. Ularning intuitsiyasi yaxshiroq rivojlangan. Qizlar ishonuvchan bo'lishadi. Qizlar ranglarning farqini yaxshiroq ajrata oladi. Ko'plab qizlar xafa bo'lganda shokolad yeydi. Qizlar tinglash va o'ylashni bir vaqtda amalga oshira oladi. Qizlar his-tuyg'ularni ko'proq chuqurroq boshdan kechiradi. Ular o'rtacha hayot davomida 150 marta soch turmagini o'zgartiradi. Qizlar ko'proq eski yozishmalarini qayta o'qib chiqadi. Qizlar kino ko'rib yig'lashni yoqtiradi. Qizlar suhbatdagi tafsilotlarni tahlil qilishga moyildir. Ayollar dialoglar va muloqot ohangini yaxshiroq eslab qoladi. Qizlar o'zlariga shubha qilishga moyil, hatto haqli bo'lsalar ham. Qizlar sovg'alardan ko'ra e'tiborni ko'proq qadrlaydi. Qizlar ko'pincha aybdor bo'lmasalar ham uzr so'raydi. Ular uchun mayda detallar muhim. Qanday qarash, qanday gapirish va hokazo. Qizlar ularni diqqat bilan tinglashingizni yoqtiradi. Qizlar birinchi uchrashuvni ko'pincha eslab qoladi. Agar sizdan jahli chiqayotgan bo'lsa, demak u sizga befarq emas. Qizlar kechira oladi, lekin unutmaydi. Kam gap qizlar hissiyotini yashiradi. Qizlarga maslahat emas, shunchaki uni tinglashingiz yoqadi. 70% qizlar o'zining chiroyidan norozi. Qizlarning kiyimlari qanchalik ko'p bo'lmasin, ularga kamdek tuyuladi. 80% qizlar o'zlarini ishonchli his qiladigan sevimli kiyimiga ega. Qizlar ko'pincha go'zallik uchun noqulay oyoq kiyim kiyishadi. Qizlar oilaning oldida bir vaqtda 5 ta ishni bajarishga qodir. Ko'pchilik qizlarning sevimli hidi bor. U esa xotiralar bilan bog'liq. Qizlar ko'proq miya bilan emas, yurak bilan ish tutadi. Qizlar oddiy gaplardan ham xafa bo'lishadi. Qizlar og'riqni tabassum bilan yashira oladi. Ular ko'pincha boshqalarga yordam berib, o'zlarini unutadi. Qizlar yolg'onni tezda sezadi. Qizlar o'zlarini kerakli his qilishni yaxshi ko'radi. Qizlar bir vaqtda yumshoq va qat'iyatli bo'la oladi. Qizlar yigitlarga nisbatan ko'proq selfiga tushadi. Ular chatlarda ko'proq emojilar ishlatadi. Qizlar ijtimoiy tarmoqlarda faolroq bo'ladi. Qizlar ro'yxat tuzishni va mayda ishlarni yaxshi ko'radi. Ularning terisi erkaklarga qaraganda 10 barobar yumshoqroq bo'ladi. Ular stress davrida hidlarga nisbatan sezuvchanroq bo'lishadi. Qizlar yangi sharoitlarga tezroq moslashadi. Qizlar ko'proq dejavu holatini boshdan kechiradi. Qizlar miyasi tezroq dam oladi. Qizlar yaqinlarining tug'ilgan kunlarini ko'proq eslab qoladi. Qizlar ko'proq nostalgiya hissini boshdan kechirishadi. Qizlar ko'proq o'z xatolarini ortiqcha baholaydi. Qizlar kulgudan yig'lashlari ham mumkin. Qizlar ko'proq haroratni his qiladi. Shuning uchun ular tez sovuq ochishadi. Qizlar terisi estrogen tufayli sekinroq qariydi. Ular ko'proq uyqusizlikdan aziyat chekishadi. Qizlar rang ko'rish zaifligiga kamroq duch keladi. Qizlar og'riqni nafaqat jismoniy, balki hissiy jihatdan ham qabul qilishadi. Qizlarda ta'm sezish sezgilari kuchliroq bo'ladi. Qizlar bolalarga qaraganda kamroq kaloriya sarflaydi. Qizlarning immuniteti kuchliroq bo'ladi. Qizlar erkaklarga nisbatan o'zlariga ko'proq tanqidiy qaraydi. Qizlar ko'pincha o'zlarini boshqalar bilan solishtiradi. Qizlar hatto matn orqali ham odamning kayfiyatini his qiladi. Ular bir qo'shiqni 100 marta tinglashlari mumkin. Ko'plab qizlar estetik narsalarni yoqtiradi. Qizlar bolalardan ko'ra tasodiflarga ko'proq ishonadi. Ular uzoq muddatli xotiraga ega bo'lishadi. Gormonal sikllar tufayli ko'proq ular charchoq his qiladi. Qizlarning terisi bolalarga nisbatan 25% ga ingichkaroq bo'ladi. Qizlarning eng ko'p pul sarflaydigan narsasi bu kosmetika. Qizlar bolalarga qaraganda kamroq jinoyat qilishadi. Ular sanalarni yaxshiroq eslab qoladilar. Qizlarda men chiroylimanmi degan savol doim yashaydi. Ular sevilganini sezsa, o'zini yanada ishonchli tutadi. Do'stlar, siz ham YouTube'da o'z kanalingiz bo'lishini xohlaysizmi? Lekin nimadan boshlashni bilmaysizmi? Hozir ko'pchilik shunday xatoga yo'l qo'yadi. YouTube kanalni o'zi ochadi, noto'g'ri nom tanlaydi, dizayn va so'zlamalarni xato qiladi va natijada bunday kanal hech qachon rivojlanmaydi.
Shuning uchun biz sizga tayyor YouTube kanal ochib beramiz. Kanalingiz uchun unikal nom topamiz, sifatli banner avatarka tayyorlaymiz va kanalingizni rekomendatsiyaga chiqadigan qilib sozlab beramiz. Hattoki hozirda ko'pchilik duch kelayotgan raqam bilan tasdiqlash muammosini ham hal qilib beramiz. Agar siz ham YouTube'da o'z kanalingizni boshlamoqchi bo'lsangiz, ekrandagi admin profiliga YouTube kanal so'zini yozib qoldiring. Biz esa sizga batafsil ma'lumotni yuboramiz. Qizlar muammoni hal qilishdan ko'ra uni bo'lishini xohlaydi. Ular ko'p hollarda hissiyot bilan fikrlaydi. Qizlar ko'rgan tushlarini erkaklarga qaraganda uzoqroq eslab qoladi. Qizlar yuzdagi ifodani 3 soniyada tahlil qila oladi. Qizlar orasida raqobat yashirin bo'ladi. Ular uchun birinchi taassurot juda ham muhim. Qizlar sir saqlay oladi, lekin his-tuyg'uni yashira olmaydi. Ular ko'p o'ylagani sabab tezda charchaydi. Qizlarda yolg'izlik hissi ko'proq paydo bo'ladi. Qizlar ko'p hollarda ich-ichida gaplashadi. Ular uchun his-tuyg'u mantiqdan ko'ra ustunroq. Qizlar ko'proq nimadir bo'ldi degan his bilan uyg'onadi. Ular eng yomon kayfiyatda ham o'zini chiroyli ko'rsatishga harakat qiladi. Qizlar musiqani kayfiyatni boshqarish uchun ishlatadi. Ular biror odamni yoqtirib qolsa, har bir xabarini tahlil qiladi. Qizlar uchun jimlik, jazo yoki himoya. Qizlar eng samimiy paytida eng zaif holatda bo'ladi. Ular yangi kiyim kiygan kuni kayfiyati avtomatik ko'tariladi. Ular sevgan insoni haqida ko'p tush ko'radi. Qizlar sokinlikni ham ma'noli deb qabul qiladi. Ular tabassum orqali og'riqni yashiradi. Do'stlar, bugungi videomiz shulardan iborat edi. Agar video sizlarga yoqqan bo'lsa, videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lib, kommentariyada keyingi 100 ta fakt kim yoki nima haqida bo'lishini yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.